Fuqarolarga tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida bayram kunlarida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. O'zgidromet 24-dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati, Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.